Assalomu alaykum Okean televiziyasining aziz ko'ruvchilar. Diyorimiz san'at osmonida chaqnagan cho'lponlar bilan ko'ruvchilarni eng yaqin oraliqda uchrashtirib, ular bilan sirdishni maqsad qilgan Cho'lpon keldi programmamiz bugun yip-yangi qiyofatda sizlar bilan yuz ko'rishmoqchi. Programmamizni yoqtirib ko'rdiganligingizga ishonamiz. Ham shundoq bo'lishiga biz zo'r darajada tirishchilik ko'rsatamiz. Riyosatchi Nurali Hasan sizlar uchun jon dili bilan xizmat qildi. Xo'sh, bugungi To'yinsan programmamizda naq maydon kelgan cho'lponimiz kimdi deb ekran oldidagi ko'rmanlar ham emas, balki naq maydondagi tomoshabinlarimiz ham bak qiziqyotdi deyman. Shundaymi balla? Shunday. Unda xo'sh u kimdi? Bo'ldi, taqozo qilmayman deyaveray. U o'z bak go'zal. Özünün lərzan usulları bilan xalqning ko'nglini mayil qilib kelgan Uyg'ur usulchilik san'atida chaqnagan cho'lpon, go'zal cho'lpon Mayra Ahmad. Sanimizga marhamat. Assalomu alaykum. Sanimizga xush kelibsiz. Birinchidan, bizdan saniga kelgan har qanday bir odam qo'rquv kelmaydi, lekin siz qo'rquvdan uningga mayli shundami bo'la? Sizden başka artık narsa talep qilmaymiz. Programımızda başlashdan avval sizning bir usulingizni ko'rib olsak. Qanday? Bo'ldi? Bo'lamda? Masala yo'q. Bo'kishlik ma'qul deb aytdingizmi? Maylimi? Bo'lamda valla. Unda bo'lsa, sanimiz siz qoldi. Ma'qul. Gülüm gül yar emes mu vay bağım gülzar emes mu Gülüm gül yar emes mu vay bağım gülzar emes Hüsnü yaman digenler özü veyran emes mu Gül yar kan vay boylarım zar Hüsnü yaman digenler özü veyran emes mu Gül yar kan vay boylarım zat bayda Söze dummak keygelle vay satanni dallası gelle Söze dummak keygelle vay satanni dallası Ayda жылда kep kuyup Jürek bağını ezgelle Gül yarhan vay boylarım zalında Ayda жылда kep kuyup Jürek bağını ezgelle Gül yarhan vay boylarım zalında Rahmat. Hoş olduk rahmat. Marhamat. Ben hoş olduk Mayraca. Köpçülüknün hammasi bu yerda o'tirgan tomoshabinlar bo'lsin, ekran oldidagi ko'ruvchilarimiz bo'lsin. Sizning shu usullaringizga bak amroq hammasi mening bilishimcha. Men shu shuning ichida. Usulingizga amroq bo'lishdan sirt yana sizning turmushcha tikishlarga qiziqimizga deyman. Shundaymi? Shu to'g'risida ozroq so'zlab beramiz. Masalan, oilangiz to'g'risida kichik babaq vaqtlaringizdan tortib hozirga ulashgacha Ben intayin adli sadda bir ailenin balası. Anadolu'daki bizden mina amdi uruk avladımızda ertesi yok. Ben birden bir çıkıp kalgan amdi. Çünkü özüm yaxşı görüp makesini. Bu pek okşaydım. Ben şu. Amdi nurga vaqtda aslında artistlardan birinchi boshdan so'raydigan atangizni mush kasb qilamdi yoki bo'lmasa aslında xudaylik atanimizning kasbini davomlashtirib apmangandek esa so'raydi-ku. Ammo bizning ota-onamdan sirt urug' avlodimizni burungi cho'nglardan tutibmi, faqat yo'q bu sohada. Ammo shu men o'zim kichigimdilam 4-5 yosh vaqtdan boshlab qiziqatdim-ku.
ishdan sirtqi sinflarda o'rganib san'at maktabining. Ham Usul 5-da bulanmi yoki boshqa san'at sazkar xil? usulda 5-da hamda o'yliklarning o'ylig'ini ham bir qiz olgandan keyin ustaxonlar chiroyliroq bo'lsin, ham o'zini tutishni o'qisin deb bergan meni. Qiziqqanki bo'pti. Ammo kasb qildi deb o'ylamgan. Shu ishdan sirtqi san'at maktabining shanba sinflarda o'qib yurib, yaxshi ko'rib qoldim, yaxshi ko'rib shu 11 yosh vaqtimda bizning usul peshvarimiz, Uyg'ur usulchilig'ining usul peshvasi Xalchamsiq apayimiz Beijingda o'qish tarbiyalayotgan deb boshlang'ich 5-sinfda o'qiyotgan vaqtimda sinflarga kirib tanlab imtihon beramsiz, usulni yaxshi ko'ramsiz deb shuni bilan men bu apayning sinfiga, Xalcham apayning sinfiga imtihon berib shu Beijingda o'qidim 4 yil. O'qish bitirib 15 yoshda xizmatga chiqqan. Avval aldı bilan shu Beijingda asli Beijingda xizmat qilib qolgan. Men Beijing Naqshsul opera teatriga Jungo Naqshsul opera teatriga qilib andan kichik bo'lgandan keyin tomoqni qiynaldik ekanmiz. Undan keyin u yerda bizni italasiz. Endi itimiz bizcha 4 saboqdash billatdiq. 2 qiz 2 o'g'ilda. 2 qiz bek kichik ham, 2 o'g'il bizdan sal cho'ngroq ulayliqi xurishlarni akirib berdi. Biz ikkimiz kun yeydiganimiz gampan. Şu narsalarni qilib 15 yosh vaqtimizda ishlab shuni bilan bir 4 oy ishladim ekan. Uydagilar eng yaxshisi qiz bola otasini qijatimiz bo'lmaydi balam. Uni ustiga hamda o'zingiz asosligi hamda Uyg'urcha usulni bak yaxshi ko'rsiz, ham shu usulingizni taraqqiy qildirma deb o'ylagandan keyin eng yaxshisi o'zimizning yurtga qaytib kelganda shu ishlab Beijingda ishlab 4 oydan keyin qaytib kelgan. Kep shubeti shu san'at yurti Naqshsulumga ishlayapman hozirgacha. Hamda turmush oila jihatga kelsak, hozir bir o'g'lim bor. 4,5 yoshga kirdi. O'qimaydi ekanman juma. O'g'lim 4,5 yoshga kirdi. Yo'ldoshim saqchi, xizmat sal aldirash. Yaxshi, bir baxtli oilam bor. Ko'z tegmasin, ko'z tegmasin. Menda bir savol tug'ildi. Siz Uyg'urcha usuldan boshqa usullarni faqat o'ynayapsiz? Yo'q, bizga Beijingda shu o'rganganimiz Jungo har millat usuli, millatlar usulini o'rgangan. Masalan, Tayzuchi deymiz, Chaoshan, Zhangzu, Mongolcha, Zhangzucha, hatto Xanzlarning bir Huagudan deydigan usullari bo'ldi. Ashlardan tutib hammani o'rgangan. Ammo endi bizni Apayning, Xalcham apayning beshida o'ylaganda bu bolalar cho'qinmish Beijingda qolib qoldi. Ham mishada har millatnikini o'ynagan, o'znikini o'ynaganisi har millatning usullarini o'rgansa, amri mayadimi, o'maklarda yaxshiroq o'rin tiklab ishlay oladi deb o'ylab bizni ashunda o'rgatgan. Hammani shunda nima deymiz, sistemlik o'rgatgan. Shu Beijingdagi eng tangliq o'qituvchilarni taklif qilib akab, ashunda dars o'tgan. Ammo endi qandiki masalachi. Shu yana yig'ishtirib akelsa, yana men boshqa millatnikini o'ynaymiz deymiz. O'zimizning millatining usuliga yetmaydi. Am muzikani anglaganki odamning ichidan tepadigan hissiyatni o'xshamaydi-ku. Shunga shu yana unisi u Beijingdagi idoramizni kiriblam, biz haqiqatan kasbni yaxshi bitgan apayni o'quvchilarcha ham Xalchamsiq apayning shu o'qish tarbiyalash intayin hamda qo'l qo'ydi apayga. Zolimda alim chiqdi deb. Hamma o'quvchilarcha pek yaxshi bitgan. Ashunda yaxshi bitsakmi, biz endi chiroy jihatda, ishkir tarafda anchalik ularning usullariga tushunganki, opera teatr o'ynagandan keyin biz shu Jungoning eng dangliq teatrlarini o'ynaymizda, Xanzuchi obrazlar bor uningda. Uningga bizning chiroylarimiz tushmagandan keyin xuddi chet ellik Jungochisi o'ynayotgandek bo'ldi-ki, bularni qo'yayli deb biz necha qitim uyalarni qo'yib qilgandan keyin shuni bilan bo'llar bu yer bekor yurib ketgandekmiz, yana Shinjongga ketaylik deb. Shu men avval qaytib keldim, keyindan 2 saboqdashim tan qaytib keldi. Hozir hammamiz hamda shu Shinjongda o'z oldimizga xili yaxshi ishlab ketib boramiz, qaytib kelganlar hammamiz. Yana bir so'raydiganim, siz usul jihatlam emas, aktyorlik jihatdami xili talantingiz bor deyman. Nurg'on filmlarda ko'rdik. Aktyorlikqa endi talantmi deb ketgil bo'lmaydi, qiziqma. Eng oldi bilan fursat kelgan menchu, masalan men o'qish bitirib qaytib kelib, idora bir mazgil artistga ancha ehtiyoj yo'q vaqtlar keldi san'at yurt Naqshsulumniki. Shunda kuchli bir artist kollektivi bor. Bizdek menda bek kichik artistlarga o'chal ancha ehtiyoj yo'q vaqt bo'lganligi uchun idarada ancha ishim yo'q yurib ketdim men. 4 yilda xizmat saqladim. Ham shu jarayonda filmlar, artist tanlab idoralarga kelib o'qib, men kichik qiz bo'lgan-ku, nima qilib baqsin, eng burun ham e'longa chiqdim. Birinchi ekran ko'ringanim shu bir axloqlarda bir chash so'pining e'loniga chiqqan. Shundan keyin ham
Masalan, rejissorlar deymiz, yoki san'at sohasidagilar shu televizorda ko'rgandan keyin, "Hay, bunda bir qiz baka, ash qizni ishlatib boqamdiq, yo kepirliqi rolab sinab boqsinmi?" deb, ham shu orqali shu inondan keyin eng burun Sherzodkam bilan qiz o'qigan Sherzod Yaqubkash bilan muqam ishlandik, 12 plastinka baqalik bo'lib. Shuningga chiqdim. Inondan keyin bir mau Tantaq kino studiyasi bilan Bejino ishlagan bir 20 qismliq film batdi. Ko'p qismliq. Uningga shu idorat bikavg'ashqa men talinib qab, hay bo'plar idorat bikav jugandan berib kelaychi deb shu ishlash jarayonida o'zim qiziqib, yaxshi ko'rib qoldim. Hamda shu yerdagi artistlardan o'rganib, ham jabri ba. Biroq ko'ngillikkancha shunga o'zimning kasbidan sirtmo agar janda sharoitim yer bersa, fursatlar bo'lsa, bunim tang apmansam bo'lgan deb orliqda shu 2004 chiqibdimi, filmga 2004dan keyin men 2005-yildan boshlab idorasal asosli hamda usullarni o'tirni o'ynashni boshladim 2005dan boshlab, menga fursat kelib turdi. Shu 2005dan keyin nurg'un yeni filmlar chiqdi, ammo shu filmlar bilan tang yana o'zimning kasbimni yaxshi fursatlar, masalan, usul musobaqasi deymiz, yoki bek muhim qatnashmasak bo'lmaydigan cho'ng tipdagi o'yinlar tang kelib qoldi. Unda vaqtda qandalimsa 11 yoshimdan boshlab o'rgangan kasbim usul bo'lgandan keyin, aning mardin kechib, meningga chiqqan usulni apmangan vaqtlarim bo'lib, arliq bir mezgil tashlanib qoldi. Bu aktyorlikchi tashlanib qolib, endi mush 2013-yili, ammo pul degan shunday narsa deganni ishlaganda, bunun degan qaytadan mayra chiqamdi, mayra chiqsinmi deblam shu yana uzoq xildi bu ham filmlarga chiqmag'li deb endi usul sohasidan o'zamsal bir natijadan haqlar voy menda bir usulchi qiz batdi, amgar ismimni uqmismi, voy misha bir usulchi qizimiz batdi, usulchi qizmi nima, ammo degidek bo'lganda yana menga kino sohasidan fursat bo'ldi, o'zim shunda xush bo'ldim, hayajonlandim. Endi hozirmi yana 50 qism ishlayapmiz, Attar Zosi deb. Shu filmni hozir ko'rishga avatqili 2 oydan oshdi hozir, 3 oy bo'lib qolaydi dedi. Bosh rolda Abdulla Abdurim akamiz bilan Xayrgul Asadimiz. Qongokanda e'lonni oldin degan xabar beraylik. Shu film qatnashyaptim, Barna obrazini yaratdim. Qolgan Xudoyim bersa, ikkinchi oyda Chag'anning oldikenda bu film televizorda qo'yildi. Muborak olsun. Shu filmni, hozir 50 qism filmni ishlashdan burunmi Ishqirning bir filmdan kelgandichu. Kelganda o'zim o'ylab, bu usulchi qizning obrazda ham o'zimning rost usul kasbimni qila olaydim-da. Ammo uni xiyomda 50 qism filmni kuniga 2 qismdan qo'ysam, bir oy ko'rdik-a, butun xalq, butun Shinjon Uyg'ur xalqi ko'rdik-a. Mush sabab bir aktyorlik sohasida mazroq ta'sir doiram bo'lib qolsa ajab emas deb mush film tanlab mushdan qatnashyapman. O'zingiz aktyorlik jihatdan mening bek talentim bor deb o'ylamsiz? Masalan, men alaydirak deb o'ylamsiz? Yo'q. Mishqa. Meniki shunday his qildim. Shundaymi? Ha. Ekranlarda ko'rgan vaqtimda. Men o'zimga unda bek ishonmayman. Men bek ishondim lekin. Yo'q, ilqi ish qilib qandamsiz o'zimning ilqi sistemlik o'rgangan kasb bo'lmagandan keyin biz yana ishdan sirtqida uningga. Men endi obraz tushdi va yo'qimiz mayra olib ketalaydi deb chiqarib qo'ysam, yana adam bir yaladan ba'zanda rost gapsam nurg'un vaqtlarcha tatnib qolma. Chunki atrofimdagimiz kasbiy artistlar bo'lgandan keyin qanday bo'lib qolganda deb ilqlarning rolog'iga qarab masligim kelib, men shuni olalayotganmanmi, cho'qim bo'lmayotdi, balki menda izzat atib bo'lmadi deyamayotdi deb ashunda turib o'ynayman deychi. Biroq endi ilqi u bir rolni biz necha maydon qilib olgandan keyin eng oxirida bular kirishtirganda, eng yaxshisini kirishtirgandan keyin televizorlarda yo kinoxonalarga kirib ko'rganda adam o'zini o'zi xush bo'lib qolgan, voy shunchalik o'ynay oldimmi debchi. Ham talant deb bog'li bo'lmaydi, biroq endi shu fursatni ching tutib, bo'z o'gangidek endi shu kasbiy artistlar o'gangidek yaxshi o'ginib olib ketalyapti. Anadagi yana bir so'raydiganim, men tunugunni men misol qilay, tunugun televizor ko'rib boqay deb tezginak qulam qilib bunda açsam siz e'londa yo'tkab boshqa kanal ko'rachi yo'tkazsam yana siz yo'tkazsam uchinchisimi siz necha e'lon chiqdingiz uni buni qo'yib jing gapni so'ray rost gaplayman 15 yoshdan boshlab chiqildigan 30-30-yil chiqqan ba'zilarning materiallarini topaldim, ba'zilarini topamdim. O'zimcha uyda pat ishim yo'q vaqtlar o'tirib, ilqam burunqi narsalarni ko'smadan bir aslimicha. No, axtirib ko'rib qo'ymayman shu bandima debchi. Mesela kichikdima, girim qilmayli chiqatdiqa saknalarga deb. Masalan, tunji e'lonimda shuna girim yo'q chiqatgan. Oppoq vaqtimizda 15 yoshli bola kim girim qildi.
hozirgi vaqtlarimiz qarsa u yerga yepib bulamay. Shu ko'rib o'zimni xo'shib qolmay, hech bo'lmaganda ekranlarda uzilib qolmay chiqib turibdi va ko'rinib turibdi deb. Ham usulchiga ko'rinmak pek tasjo. Bizga davomli bundayliqi sahna hozirlanib bo'lmaydi. Cho'qim idoraning o'yinlari bo'lsa va yoki ashuna cho'ng'iliqi zallarda uyon qo'ygan vaqtda shu sahnaga chiqqan vaqtimizda tomoshabinning 5 minut eshikka ya 6 minut esida qolamiz. Sahnadan tushimiz haq unutib qoldi nurg'un vaqtda. Ham usulchim bekchiq. Ham cho'qim masalan shu bek jafo mushaqqatga chidab biraz əmdi azraq göz görünəy desə biraz asan emasçu. Şuna mənim şu elanlarga çıxıb turubmu, şu ekranlarda görünüb turğunummu nurğun əmdi faydası boldu deyə qarayman. Xo'sh, unda bo'lsa hozir qaytib kelaylik. Hozirgi xizmatingiz jafoliqmi yo qanday? Hozir əmdi burunqi shu tatqan masalan 20 to'ydan burunqi vaqtlarda masalan men kunda hech bo'lmaganda 10 net soat zalda bo'ldim. Kunda da mashq qilib, bun qilib. Shu chaqlarda jafayis qildim. Bek jafayis hatta yig'lab ketdim zalda o'tiribchu. Atrofimdagilar tang tushtirim chikit bordi, tomoq yeymiz deb do'stim bilan ko'rishim bozorga chiqib, men nima zalda yuramdan deb shunda ko'nglim yerim ketib o'tirib yig'lab ketdim, mashq qayg'imni tutibchu. Ama hozir bo'lganda mencha mushu deb etdi-ku, haqiqiy bo'lganda boshqalar, "Oy, musha bir usulchi qiz bor" degan yer kelgankin hozir azroq o'zim shuni Allohdin ko'rib, belki masalan idoralardan bir nomerlar bo'lsa, hamma nomerga savamaydi hozir. Amal bor, ba'zan nomerlar bo'lsa, bo'ldi sen qap tur. Asosliq yalar bo'lsa, yoki mesela bo'ldi, mening sen qatnashmay tursang bo'ldi, hozir hamdi burunqidek unda jafo yo'q deb o'ylayman. Biroq shu yana izchillikni saqlashim kerak. Ham meniki 8-oyda bir repetitsiya jarayonida tizim qarilib, lipakchi ketdi. Inongan tizimning bir 3-4 yerda mas'ul ko'rilib, mana hozirgacha abay usul o'ynab berdim. Balkim yayis qildinglar, qilmadinglar. Men usul o'ynamaly hozir 4 oy bo'lib qoldi. Shu 8-oy ishqisidan boshlab men usul o'ynab baqdim hozirgacha. Ham qurbayatda buncha bir vazifa bor, qurbayatga chiqamsiz deganti, ham buni butun xalq, Uyg'ur xalqi ko'rdigan narsa o'nkin deb, ham bak tasqiyinlik harakatlarni qilib ketamsam, mengib tushib ketsam, hesab shu sahnada deb chiqib hamda erkinkamning naqsi u yoqdan bu yoqqa mengib tushib ketdim. Ammo men mashq qilmaly, usul o'ynamaly hozir 4 oy bo'lib qoldi. Tizim hozir yaramaydi. Biroq men cho'qim film tugagandan keyin tizimni qaytadan yana bir tekshirish qilib vaqt chiqmadi film qatnashib. Shunga qaytadan bir tekshirish qilib yaxshi asli kelgandan keyin yana usul kasbiga jafoliq oltimga kirgitman. Rahmat. Hammalar shifolik tilaymiz, shunami? Unda bo'lsa programmamizdan yana bir o'tkuliga o'tib ketdik. Bu o'tkuli qanday o'tkazsangiz, ekran oldidagi ko'rinmalarınız, qo'llovchilaringiz, qisqasi mastanlaringiz bizga xat orqali yo'llagan azroq savollar bor. Sal xatarli bo'lsin-ku, lekin astoydil javob berishingiz kerak. Albatta. Unda bo'lsa men so'rashni boshlayman. Birinchi savol. Siz necha yoshingizda to'y qilgan deydi? 24 yosh. Ya'ni 4 yilning oldida shundami? 5 yilning oldida. 29 demoqchi. Men yishini o'qimoqchiman. 30 ga qoldim. Unda bo'lsa ma'qul. Ikkinchi savol. Siz bir necha kinolarda rol oldingiz ham ilovatsiz aktyorlikni yaxshi ko'ramsiz yoki jiqroq pul topay deb o'yladingizmi deydi? Aktyorlikdan jiq pul topqil bo'lmaydi. Uni bo'lmaydi deb men degan gapni qilib nashblar zada. Uni degan olmaydi. Uni degan so'd mahbiyatlik kirdi. Buni degan olmaydi. Endi pul tepish asos emas. Men hozirgacha masalan e'longa chiqdimday, filmga chiqdimday, u yo'ldan qo'ydimday, men pul tepishni asos qilgan qiz emas. Tunlush shundami? Ha? Tunlush. Ras. Cho'qim endi jafo tatgandan keyin ras jafo tatganga tushliq. Endi otanimiz nurg'un jafo mushaqqat bilan o'qitdi bizni. Ham mushkun kemak oson emas. Mushinchik bir ko'z ko'ringandan keyin endi u ozroq pulni deb lam ishlab kelsak bo'lmaydi. Cho'qim shu xalqning qalbida o'rnilish maqsad. To'g'ri. Shular tunisa, shular e'tirof qilsa bo'ldi. Pul degan narsa azosim yetadi, chiqosim yetadi, shukr qanat. To'g'ri. Adam men bir savol so'ramay qolibman. Sizning yurtingiz qayerda? Yurtim men Urumchi tug'ilgan. Ha. Dadam kelpillik. Dadam kelpillik. Opam Urumchilik, o'zim Urumchi tug'ilgan. Ha, bilib oldim. Ma'qul. Unda bo'lsa yana 3-chi savolga o'tib ketdim. Siz turmushda qaysi ishni qilishni yaxshi ko'rsiz, qaysisini yaxshi ko'rmaysiz deydi. Qaysisini qilishni yaxshi ko'rsiz? Rostga qilsam oldirashchilik uchun bir maxsus vaqt chiqarib bir ishni qiladigan vaqtim yo'q, rasmiy.
Faqatlam. Vaqt chiqsa shu qiz oldigan nimishqa bozor cho'glaydi. Shu bozor cho'glaymiz, o'zimiz yasaymiz. Endi hozirgi vaqtlarda bo'lsa vaqtim chiqsa amal babalamga amra olma. Chunki odatda men xizmat aldirachiligi biz sapayjiq chiqimiz emasmi? Men shaxsan balamni tug'iblam 2 oyda chiqib ketgan. Asli hukumatning bergan damasim 4 oy oldi-ku, 4 may. Men endi shu ma aram bir mush o'rin kelganda necha oy damabla yo'qlab ketmay deb qarsam idoradan ish olib chaqirdi. Shu bit ish chiqib ketdim men. Bir oy sapay chiqib kelsam balam bir cho'ng olib qoldi, yana bir oy chiqib kirsam yana lang'i cho'ng olib qoldi. Ota-onamni beqibchi u balni yo'lchim o'zi xizmat bu yerda emas yo'lchim Shinjinda endi. Shunda olganki shu ish ko'ydagi cho'nglar beqib qolgankin hozir bo'lganda endi bal cho'ng olib 4-20 asli shuni sen yeni ishlamsa yeni ilashga borasan. Kundashda dedi, kun balam nega apa deb. Balam kino ishtigil batmi. Yeni o kino degan gap quloq kirmay, yeni ila ishtigil bayamcha debchi. Asna olganki balım hozir ana mehrin talab qildigan vaqt o'tdi. Uqda asli shuni uqdigan vaqt kelgankin, shunga hozir vaqtim chiqsam amal balam qamravib, ashbalni chiqib o'ynatib, uyda ishimiz tang qo'nchaq ko'z tang ko'rmay o'tirib ashkuy bilan. Ashkuy bilan. Kuy bilan deb o'g'ilgankin akil tuxuni. Ismini so'rab baqsam nima? Nadir. Nadir? Nadir nima? Akbar. Nadir Akbar. Ha, ko'z tegmisin. Chavak. Unda qolsa yana keyingi savolga o'tib ketdim. Kasbingizga yo'ldoshingiz qanday qaraydi deydi. Yo'ldoshim qo'llaydi. Ya, qo'llaydi, lekin ba'zan bir ishlarni o'qimoqchi deb bizamda. Masalan, kino ishlayman deb u yoq bu yoq mang'ilga vaqtladim. Nima ko'rsa? Endi erkish o'g'andikin faqatli kar yo'q chiqib ketdi, desa to'g'ri bo'lmaydi. Shu. Men bo'lsam shunday qilman shu. Ya, to'g'ri bo'lmaydi u. Erkish o'g'andik uyda o'tda deydi shu. Bak ishlab ketmasin deydi, biroq gap olmay ketavergansiz. Yo'q, anglayman. Oyliqi qilishimningki natijasini ko'rayotgandikin. Men o'zimmi endi rostga qilsam, xili hammishni diqqat qilib turib, mencha chiqish tegishli narsa chiqaman. Agar rost yo'ldoshim xapoqdek qabul qilamag'dek narsalar bo'lsa, men amalba undan narsa qatnashmayman, ham chiqmayman. Shunda olgandan u menga ishongandikin, men mendamda ishim bor deb o'rlashtirgan bo'lsam, mayli deydi, biroq shu vaqtingiz bo'lsa balg'am ravlon qaytib kelib, balbajimi uyda deb qo'ydi shu. Ishib kelsa deydigan gap shu uyda balbajimi deb qo'ydi, ham qag'inga men xili qo'llaydi. Endi nurg'a odam deydi, soqchi bo'lsa qanda qo'llamdi, to'g'ri tushunamdi deydi. To'g'ri tushunda endi oldi bilan aytsak, shu mening artistligimni bilib biz muhabbatlashgan. Shunda ham artistligimni bilgandikin. Shu artistligimni bilgandikin, men o'shda yurayotgan vaqtdan tutmishda aldrash ishlab yurgandikin, cho'qim mencha u to'y qilishdan burun ideyasi tayyorlik qilgan bo'lishi mumkin. Shunga hozirgacha endi bizning o'tirimizda unda bek kasb to'g'riliq qabul shu andamda ishlam bo'lib baxmdi asosan qo'llaydi. Lekin shu natijasini ko'rgichi bo'lgan orliqda sal shunda ishlab olganda. Ya. Shu xapoga vaqtlam to'xtab turing, kinoxon boraylik, kinorimni ko'ring deb kino ko'rib qolgandim. Amma senga o'tganda ishlangan Abdukarim Komilov bilan ishlangan pul degan shundaq narsa. Shu filmda Mehmetcha Ro'z Said akamiz bilan muhabbat bo'lib chiqdinglar-ku. Shuni ko'rgan vaqtda qapoq turib ko'rdimmi yoki kelib turib ko'rdimmi? Qanday qardi? Bizlar yaxshi ko'rayotgan. Mana Bizlar yaxshi ko'rayotgan shu oxirlarga kapsal qapoq turildi. Qapoq turildi, amma endi bu bo'g'ashsa endi qanday qildim? Ya bir bu bo'g'ash rost bo'g'ashmasa filmda u tushundi, bu yag'an rol olatdi deb tushundi endi. Shu. Bek xaplaydi-sa, amal yo'q shu. Endi xapamaydi-sa, teshik azroq chiqib qoldi. Chiroyli-chi. Shu ashunda kinoxon deyilib chiqdi. Shu odat uyda. Bu hozir ishlayotgan Ot Arzusi degan filmda yana shundaq muhabbat ko'rinishlarmi yoki qanday? Buningda endi shu, buningda ashunda. Buningda endi yo'ldoshimmi biz muhabbatlashib keyin to'y qilib yo'ldoshim bor, asna chiqamiz endi. Bunim shu chiqishdan burun avval ham birinchi o'p shu yo'ldoshimga maslahatlab, ham shuna ayol olib chiqdi ekanman boshqalarningki. Qanday bo'ladi desam, endi sal 2-3 kun to'xtab qoldi javob bermadi. Ankayindan qarsam ishqirning film kelganda shu bilan, "Ams ishqirniki chiqaymi-ya?"
Onun maptım yok ki. Köksüp. Anığı çıkayım mı, Kötü manığı güzel mı? iken. Anığı çıkayım mı, manığı mı sen? Onunğa çıkanda özümüzge çıkmamsız degan şu bir ağız gepini tutulmak mı çıkay? Tabii şu petla bende şu. Çıktım ha, hazırım hem de yolduşum hazır özü yeni qaytı uçak Ürümçi tema filmni başlaganda. Hazır qaytıp ketdi, şunda yeni şunda qo'llab kunda telefonlashib turatimiz. Qanday bo'lyapti, ishlaringiz yaxshi bo'lyaptimi deb. Bek chiqmo so'zlab keldim, ishini ochiq qilmaydi. To'g'rilab. Yaxshi qo'llaydi. Ma'qul. Şu demişim amdelik mening shaxsiy o'zimning o'ylig'im amdelik chet ellik artistlar bilan o'zimizni ashta silishtirsak, ya o'rib odatimiz sabablikmi yoki ashunda Yo'q, biroq endi bunday yarvachu. Masalan, chet ellik artist deymiz, ishqirning artistlar deymiz. Ularningki endi ma ko'rinish jihatda masalan mayli muhabbatlashsin, er xotin bo'lsin, nurg'un jihatda bek chekmay uchirmaydi bularchu. Mesela nurg'un yerler bor, ekranga chiqayvas buldigan, mesela bek turmushlik oshirayotgan yerler bor. Ammo biz Uyg'urlarning urf-odat taqashqanligi uchun biz hargiz unda qilmaymiz. Unda ish bo'lmaganligi uchun shuni yo'ldosh xotirjam. Bu baribir shu unda bo'lmaydi. Uyg'urlarning filmida hech qanday har qancha o'smi amal bor ishga er xotin bir o'yga makruh qolmaydi, ishni yapib shu darajada diqqat qilgan ekan. Shunga mencha yo'ldoshimni unda bek xapop yoki unda gumon qilib nim qilmagan bo'lishi mumkin. Bence bu mu milletimizden bir isil faziletken cuma deb o'ylab qoldim men. Ba'zan ishlarni men kasb bo'lsa bek oshirib yetishga yana bo'lmaydi u. Uyg'urlarning ham ishib ketmaydi. Undan muhabbatlashdi degan narsani ekran ochiqdigan narsa hargiz ekranda emas, turmushda shugu biz ham dipatiyap bilan, hamda sharmaya bilan o'tgandan unda ishib ketmaydi. Shuni u xotirjam. To'g'ri. Rahmat. Unda bo'lsa yana keyingi savolga o'tib ketdim. 5-chi savol, siz qaysi tomoqni etishga usta, qaysisini etamaysiz dedi. Qaysi etamaysiz? Qozon qo'mish shakillaymiz. Etamaydigan tomoqim bekchi. Nimani o'qishdaman? Poloni o'qishdaman. Polo. Eng oson tomoq deydi. Tomoq yeganmi bolalarga? Berib kelibmiz. Poloni o'qishdaman. Endi qolgan tomoqlar bo'ldi. Endi yo'lchim yaxshi ko'rdim aytganini. O'zim yaxshi ko'rma bo'ldi. Iliq yan bir ko'rsam deb Koreyaning ko'p qismli kinosida shuningdek iliq kumjudagi bir haqtim iliq tuzni jiqroq sevitib, bunda qilgan ishlar bo'lib qolganmi yoki? Men rost tuzni jiq sevdim. Tuzliqchi, tuzni jiqroq samsam ketmay. Har qaytam sal jiq ketibdi da qo'ydi. Amal yo'q yeydam do'yit etilgan tomoqchi bo'lgandikin. Biroq ilqi apamning bek qultatliqchi mening apam bek tomoqni o'qishdi. Shu ham kichigimizda shu xil tamlik tomoqni yeb o'rgangandan keyin biz asaymi shunda chiqdi tomoq hamda bek apamning oldiga aklamsammi apam aytgandek bo'lib ketmismi? Chiqib xali yomon emas aytgan tomoqning ta'mi bo'ldi. Shu hamda shu mantini ancha xemir pishmaydi, xemirchi bo'lmaydi shu mantini ancha ta'mayman shu. Moymoq, soymoq tomoq. Yo'q, moymoq, soymoq emas, ilqi. Endi ko'pmaydi-ku. Ko'pmaydimda tamg'as to'xta qoldi. Qandoq qilsa ko'pa. Men ashim bir aldırmay bir vaqtim chiqqanda o'ginib etmoqchi shuni. Ma'qul, yaxshi o'gining. Unda bo'lsa yana 6-chi savol. Siz eng yaxshi ko'radigan cho'lpon kim o dedi? Yomon savol ekan bu. O'sha yomon ketdi bu. Mayli diyorimizdagi bo'lsin va mayli ham diyorimizga desam men ham yaxshi ko'radigan ham o'zim cho'qindigan shu ustozim Xalcham Sidiqatbay. Sirtchi. Sirtda bo'lsa Kraska qilsam men anchalik undaq sirtning artistlariga bek cho'qinib yoki bek qiziqib undaq qilib ketmayman. Chunki ular biz bilan yaqin oraliqdagi odamlar emas. Shu. Shunga menchi men ular unda bek cho'qinib ketsam, nim qilamiz, ko'rishalamdoq ko'rishamaymiz. Ya bir bilib film chiqamdoq chiqmaymiz. Siz yashdagi qizlar Lady Gaga, Michael Jackson, Justin Bieber, o'tirib ko'rdigan narsani. Yo'q, men unda o'zimizning deyardiki. Durus. Cho'lponlarimizni yaxshi ko'rma. Durus. Rahmat. Unda bo'lsa bu savollarni tugab qopti. Endi naq maydondagi tomoshabinlarga bir fursat bersam, so'raydigan qanday savollaringiz bo'lsa, erkin azoda mana so'rasanlar bo'ldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Siz shu vaqtcha o'ynalgan filmlaringiz ichida rol olgan filmlaringizning ichida o'zingiz ichingizdan qiziqib eng yaxshi o'ynadim degan rolingiz qaysi? Yomon savol ekan. Endi pul degan shundan narsa mening rolim bek oz. Uning uchun endi qizil artistlar o filmda ancha qo'mg'anlik uchun meni xililiqi, nima deymiz?
Xeli iliq tomoshabinlarni esil qag'dak, gerçi rolim az olsunmu, xeli uy mayra chiqibdi da belə xeli kishilarni esil qag'dak rol avcu, ham obraz yaratdim anında. Amma ma filmda hozir qatnashayotgan Atarzu'sida hamdi achaqdagi qaraganda hozir hamdi sal rolni meliq voyaga yetkazaraq. Endi mayl obraz bu o'yinliq men bir doktorxona boshlig'ining bir aka arzuliq bir qizchi birla qiz hamda uyda yasanchoqroq andamda ashunda hamdi shuna olgandan ammoningda ilqi aningga boqqanda mening rolimmi jiq 50 qismda ilqi maydon sonim jiq rolimniki ham o'zammi ham u chaqatga boqqanda meningda xili pishib sal hamdi gerçi bek yaxshi kasbiy artistlardek olamisanmi aningga boqqanda meningda rol elishimda ilgirlash bo'ldi yaxshi yaratdim obrazni deb o'ylayman qolgan hamdi köge vaqtda bilsiz. Siz o'zingiz qanday his qildingiz? Siz qaysini yaxshi ko'radingiz? Shu pul degan shunaqa narsa degan film. Mening ismim qolgan shu. Amaliyotda uning mening rolim chiqamas, yig'ishtirib ekas bir 10 maydan chiqamdi, chiqmamdi. Lekin bek chin chiqqan. Shu uningdayliqi, uning shug'ullar asosida eng asosiy qarti 3 yil o'g'il olib, men birdan bir qiz olgandan keyin haqni isini bek qaptimi. Aşna buldu-da, mesela yeni kızartsadan jiy qo'yganmisan, balkim boshqa tomoshabinlarni deqdim, uning buning chechildi. Men bir lo'g'andan shu tomoshabinlarning isida bekrek qoldim. Mushqimliq olgan rolingizni texim yaxshi ilishingiz tilakdoshman, rahmat. Rahmat. Tinchlik bo'lmayrada. Biz so'rab baqsam, siz shu kasbni shug'ullanish jarayonida uyingizdagilar izchil qo'llab kelyaptimdi. Bak qo'llaydi uydagilar. Nima deymiz, hamda har qanday otani bolasini qo'llaydi, balasining xizmatini, kasbini qo'llaydi. Ammo mening ota-onamni men uchun bek jiq badal to'lgan mening kasbim uchun bo'lsin. Mayli men o'qigandan boshlab chiqib ta hozirgacha ilqi balning natijasini ko'rib ota-onam bek faxrlanib qo'shildi-ku. Shunga ashilqi ular anda qilgan siri men texim ilgirligim keldi. Shu mening ilgirligimni qarab bular teximni butun vujudi bilan ash bu silqi nima deymiz? Mushu abay deb aytdim-ku, balamning ota-onam boqudi asosan. Men shu tamoq etishni abaydan unda jiq tamoqlar etamayman deganim shu asos opamdan uyuttirman. Shular etidi, shularnikini yeyman, qochiyman, chiqamanchu. Shu demakchi, endi amal bor. Mush balam kasbiy jiqroq vaqtini sarf qilsin. Uyda bo'lsa armin yaxshi olsin deb. Burunlatdimmi, masalan, to'ydim burun vaqtlarimda masalan usul kechilik qildim. Shu vaqtlarda men 20 saat, 10 saat mesela keşte, keç saat, hatta şimdi vaqt 1-2'lerce zalda turgan vaqtlarım bo'lgan. Aşı vaqtımı, apamdadam uyqusunu buzup keçinmey ağıl kevatqan, zallarını tazlap berivatqan, çıraylık pakiz muhit qığın dep. Uyan qoysam mı, qana deymiz, mesela kiyimlerim ya bir tal halqamla öydün tuqasam, yeni birinci uysun, apa deyip, apa ekeppe, palay eke, dada ekeppe, şıqılıp, Bəzən oylab qalmavi, atanam bo'lmasa qanday qilma, Xudoyim hech qanday adam bir atanasini ayrimsin deb ketma. Bek qo'llaydi atanam. Shularning o'zini mashta qo'llamdi. Shu aktyorlik nima? Uni texim bek qo'llaydi. Masalan, ishqilib texi aktyorlikdan sat apamchi texi bo'si balam lapar o'ynab baqsan, appa, bu ovozimda yo'q gaqma, men modellik musobaqalarga qatnashtirib baqa uydagilarcha shu apam berib o'z tizimlatib balam sharoiting yarbas. Qig'dayli shu sen hamini san'atning ichiga bir kasbga kirding. Sen kirgandan keyin sana sharoiting yarbasa, biz qo'llaymiz nima bo'lsa, ish qilib fursat bo'lsa, men ishni qilib baqqan deb ashunda naqsh etqizim paxti bir mazgil meni opirib degan naqshlarni etqizib, lapar o'ynasam bo'ldi, arzu armini yapamman, bir lapar o'ynab chiqsam bo'ldi debchi. Andim filmlarga chiqsam shunda qo'shildim, mushqetdim, mush filmning ishini ay qandavlar yo'lishim unami, u bu desam, ishtimaydi bilan biz deymiz. Chiqinglar so'z chiqqan bilan sen bir adam etib, mush mayra mushning tushdi deb sen izlab kelmakning o'zisini o'rimtonligini cho'qim chiqqan deb o'ydiklarcha ish qilib qo'llaydi. Tanlarınız selamet olsun. Rahmat. Sizga rahmat. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Sizning yo'ldoshingiz Abayatning Shenzhenda dedingiz. Unda bu sizlar qanday tanishgan? Isel. Biz uyan qo'yg'il bag'an. Uyan qo'yg'il berib, o'chaqda yo'lchim ashada ishlaydigan. Biz ilqi tamoq do'stlarim bilan tamoq chiqib, do'stimning do'stining do'stiga shu yerda tanishgan, do'stib o'tib shu yurib degandek, to'y qilib degandek shu. 4 yil yurdik, to'y qilib 5 yil oldi, 9 yil oldi tanishqili.
Mayrada meyla olduq baxtli oilangiz var ki. Hamda mening bundan keyin qanday orzu armonlaringiz var shuni bir bilgim bor. Bundan keyin shu kasbimni qilib abay degandek mushinchi kiyaga aran akagandikin bunimi tashlab qo'ymagan asosda bo'lsa hamda oilam uchun jiqroq vaqtimni chiqarsam ki bundan keyin balamga yana bir amra bo'lsa bir bala shuni bilan bir mushbaxtlik oilamni qo'g'dab ketalsam imdaymiz hamda hozir biz ikki taraf turyapmiz yo'lchimishimizcha ham bo'lsa shu turmushimiz birga ekab shu baxtli oilamiz bilan oilamga jiqroq vaqtimni sarf qilsam ki deb arzu armanim birdan bir arzu armanim shu. Balduroq oilalarning jam bo'lishini tilayman. Yana bir narsa so'rag'im kelyotdi. Siz endi miyadagi filmlarga, diyorimizga filmlar qatnashyapsiz shundaqmi? To'xtab qolmadingiz. Endi masalanga sirtdagi Bollywood degan yerlarga berib, mumkin. Ashada berib bor. Kino ishlashga o'ylashmoqdingizmi? Unda xiyollan baba, ham ishkirninkiga bir ish qaytam badim. Ammo bek asosiy rol bo'lmasam-u, ilqi. Rolim bek chiq emas, masalan. Ashunda bir ishkirning filmlarga badim, bir ishki filmga. Ammo unda siz degandek Bollywood. Ro'yaga ularni o'ylashmadim. Bo'ldi, mishadiki shu o'rnim bilan mishadagi ishlarimni davomli yaxshi olib keta olsam, mishadagi o'rnimni texnik yaxshi tiklasam, rozi. Masalanga siz bir kuni atdiganda kirim qilayotgan vaqtda telefon keldi, ha? Qarasangiz tanmaydigan bir nomer. Telefonni oldingiz. Hi, how are you? deb Bollywooddan bir filmga sizni taklif qildi. Kelib qatnashpa deb bir filmning bosh rolligiga sizni taklif etdi. Siz shu vaqtga hissiyotingiz qanday bo'ldi? Masalan, qanday bo'lar? Uni ham deb albatta bek oyajonib ketdim. Qanday masalan to'g'rab beraman? Bu yerda rol og'izmoqchi bir ko'raylik. Buga aram bir ruxsat so'rab chiqqandim filmda bu yerda rol og'izmoqlar. Shu bek oyajonib ketdim. Bek oyajonib ketdim. Masalan shu qandoq? Yo'q, bek chiqara ketmayman. Mening mijozim unda bek xililqin. İşmeyeceğiz bence. Ben xili işmeyeceğiz şuna. Onda bek ayazinim tip onda teşiğe vaqrab jaqrab beşimga keymeme 30 yaş 40 qalay degan. Biroq şu bek xoşular. Agar onda qolsa cho'qim bek xoşulmam, shu fursatni qo'llanmaydim. To'g'ri. Anındaki yana biri abay dedingizga men rol og'izmanglar u bu deb rol og'izmasak bo'lmaydi. Yo'q, unda qilmanglar. Yo'q, unda qilmasak bo'lmaydi. Naq maydonda cho'qim bir köz bersizda hamda talantingizda o'zingizda qobiliyatni shundami bo'ladi? Yo'q, men abay men masaj beray bo'ptim. Men abay usluyindim-ku. Yo'q, u deganing muqaddimasi. Bu degan muqaddimasi. Ha, to'g'ri. Nimish qilmamdi? Rol o'ynaymiz. Nima rol o'ynayman? Masalan, bunda qilaylik. Naq maydondalam. O'ylaymiz. Javob test oldim, yig'ilganni. Yig'iltimiz. Shundami? Yig'iltimiz. Bunda qilamiz. Ben altken uxmayl kirishib nima qilamiz endi? Masalan, bir oshiq mashqning rolini o'ynab baqaylamadi. Biz masalan bunda deya bir xitim ayrilib ketib, qayta birga kelib qolgancho. Qanday gaplar bo'lsa o'zimiz keltirib bir yasab ketaylik. Men kasbiy aktyor emas, lekin masaj beradi otmanda. Shundami? Undasi boshlandik. Yo'q, to'xtab. Yo'q, to'xtab. Unda qilsanglar bo'ldi. Rola kirib. 3, 2, 1. Mayra. İkimiz ayrılgan şu günden başlap hayatımdaki en çok azaplan nemilikini esxandek oldu. Mayli siz emdilikte beni keçirin ya ki keçirmem. Çünkü oğlumdan sizi keçirim sorayım. Ötmüştük her biri ötküzgen hatalıklarım üçün sizden keçirim sorayım. Ben ahırda sizde ötündüğünüm burun günlerini unutup gelsiniz. Biz durmuşta kaydıda başlasak. Hı? Ötüneyim. Hı?
Hem sizden ayrılgandan beri kaçan yen kaytıp gelip beni izle. Kaçan yen muş sözlerini kıp bunun ki turmuşumuzun yen davamlılık belli bulduğunu. Meni yen burunqidek yaxşı gördüğünü. Menden ayrılıp qaz bolmaydığını bana de. Dep saxlap. Ya siz özüm eğiz açamay. Bugün kör geldim. Beni geçirin Mayra. Ben vədi berey. Bugünden itibaren basqan her bir qadamlarım faqat siz üçün. Faqat siz üçün. Rahmet. Zıqlab da gepmay otur olaydı getmezdi. Qarsam pek Azraq gap qoydum. Varsam gaqamaydı. Özün kichik balığında demek asan emas. Da qarab dedim. Men odat uchun meni yesim uchun ko'zimdan yuradi. Bir odam menga Bizning eğizimizda. Yaqin demoqchi o'g'lim. Masalan, nurg'un odam men odatda jafoga bek chidayman. Bek chidamliq men jafo mushaqqat kelgancha. Bir ishni qilma deyman, cho'qim qilma. Bir kuch gap qilma. Ammo turmushda biroz men chinroq ovozga gapirsam, pong etilib yig'layman. Chinroq ovozda gapirsam, eqib turaman. Ammo ekran akildi. Aparat tiklab mayra yig'lang deganki chiqmaydi bu yosh faqat chiqmaydi. Men uchun ashirqi pul degan shundan astamay yig'ilgan yerim bak esinglar qapti ekan-ku. Yig'layamay Arslankam degan xapulab oxirgi gap. Ukam ketamsiz ketmamsiz degan. Men osh kun ashirolni apoplam Urumchiga yenib keldim. Kesh bir e'lonim botda ishlaydigan. Shunda aldiratdim. Aka tez avtayli. Men ketib men Urumchi saqlab deb degan. Shunda aldiratib ya chiqmaydi u yosh. Ahirmay. Nimanda qizalasız? Ularmı rejissorun bizni xastan xapamaydi. Endi shu vaqtki bizning kayfiyatimizdan shu yosh chiqadigan akab, endi bo'lsa ko'rinish yaxshi chiqsa deydi shu. Qanday qizalasız? Qanchadan saqlayotdi? Chiqamiz aeroplanga. Bir degan o'jon. O yosh endi shu kuchada ko'rinishda appop Urumchiga aeroplanni tushkicha mushu yig'lab. Elqi Ifrananing balkim ko'rgan bo'lsangiz mumkin bir 100 mayning e'loni bor. Ko'zimdan qetib kesib qo'ygandek bunda chiqqan. Ash kun yig'ilganim uchun ko'zimdan qetimda yo'g'ina ketdi. Kech ishlagan ash kun qaytib ketdi. Ashundaq yig'ib tas chiqadi hozir muzik qo'ypasa. Hissiyatga ketdi. Yana bir qitim rahmat sizga. Programmamiz buningla bilan tugab qolmaydi albatta. Yana eng pechat bir bo'lik qoldi. O'yin o'ynaydigan. Voy men unda deb ekemegan. Bu o'yinning qoidasi mundaq, men deb beray. Siz quloqqa tingshug'ich taqaysiz. Tingshug'ichda pek yuqori ovozda bir muzik chiqadi. Muzik chiqadi, atrofdagi hech kimning ovozini anglamaysiz, shovqinlarni anglamaysiz. Men bir gapni eg'zim deyman. Palanchida. Siz eg'zimning shakliga qarab nima deyotganligimni topsiz. Lekin bilamadim, tong deyishga ruxsat yo'q. Cho'qqan siz nima deb o'ylagan bo'lsangiz, o'zingiz do'rab ashun deysiz. Buni topqil bulgandek emas. Topqil bulgandek. Unda o'z boshlamda. O'yinni qaysi shu? Menda siz topsiz, men topaman, ikkala almish o'ynaymiz. Menmi demdim? Sizmi deysiz? Birga bir bo'lmasa bo'lmay qoldi. Qanday gaplarni deysiz? Mayli, qanday gap bo'lsa 3 bo'g'imda eshib ketmaydi. So'z. So'z. Cümle deversek tapılmaydı. Söz. Biraz başlamdı. Muzika. İkincisi. Ay patem. Biwapa. Dang. Nima o'ylasan shundan? Biwapa. Mayao bang. Tapamidi ya? Qaytib boshqa birsin deyman. Ya men beklam 3 bo'g'im bo'lmadi ba'zi. Biwapa. Unda olsa da ya. Chiroqchi. To'xta.
Yo to'xtamayman. Xudodan bir gaplar ya. Abay maninki muzik bat dedi. Hozir tekst chiqib qolgan ila. Ha, shu to'g'ri. Abay, men bika. Yo'q, ha. Ha. Oui. Chiroqchi. Topamidi ham? Bo'lmadi, topamidim. Ikki eng oxirgi birsi juma. Eng oxirgi birsi. Opera. Ha? Opera. Tegedi. Amman deyma, asli. Opera. Telefondan boshqaraymi ya? Ha. Shunga chiqdi ya. Oqara bu shayt qo'yib ekanman hamsa. Bek chong bo'lib ketdi. Go'zallik. To'g'rimi? Ovozim chiqyaptimi, to'xtanglar. Deganda bildim. Ha. Muhabbat. Muhabbat. Telefon. Kan. Dadallik. Asalchimi? Dadallik. Qirqiz. Dadallik. Saqchi? Bo'ldi ya, bir nuqtadingiz ha? Deyish bo'lmaydi degan qo'y, men demay Birisi qoldimi? Ha. Yo'q, yana ikkisi qoldi. Ikkisi qoldimi? Uchninki. Men nechin topdim? Ikkini topdim ha? Ikkini topdingiz, uchning ha. Sizmi ikkini topgan qo'y? Men uchini topdim. Eng oxirsini deb qolgandim ha. Ha. Tursiz. Çayxana. Satrashxona. To'g'rimi? Çayxana. Saqchixona. Bo'ldi, ish qaytim ko'rsatadik deyamdi ya. Demaymiz degan baytim meni. Bunda depsasiz bo'lmaydi degan. Deyamidingiz. Hamma deyman. Çayxana dedim men. Satrashxona. Va unda o'zi nechinda tushib ketdi? İşkini xatadingiz, ishkini to'g'ridingiz, yana birisi qoldi. Uch bo'g'imda ishkas bo'lmaydi. Danga. Generator. Kakuk. Kakukma? Generator. Sahu? Abi yana bir fursat beray, generator. Chicago? Bo'ldi, futadi. Topamidi. Mukofot Nimitdi? Generator. Ojo, oshundami gaplarni? Tomoshabinlar topdi. Ha. Kim topdi ashkatni? Ma mukofot badu. Mukofot bate. Pati. Ha, bate. Yuzga xomboq. Men yandim. Siz yandingiz. Asli men sizni yengib olib, yana bir narsa qilmoqchidim. Men qo'zayman. Ba'zi vaqtda uftag'anlar nomeri o'rilsa, ba'zi vaqtda uftag'anlar o'rilaydigan menda bir ishlar bor-da. Ha, men unda ishlar uchrab qoldim. Bugun bir uchrab qo'yaman. Faqatmi? Men shu ishdan qilmay deb tutgan tursa, ishdan uchirmaydi. Ma'qul. Sizni vatansizlik qo'ymay unda bo'lsa. Siz bilan paranglashib bugun sizni texnik tushunib oldim. Burun bildim, ayroncham-kanda deb u yerlarda ko'rsam, voy deb o'rmitim bordi bugun texmo siz bilan sirdishib, yaqin oraliqda erkin azod paranglashib, sizga bo'lgan o'rmitim yana bir palampay ochdi desam bo'ladi. Misha o'ltagan tomoshabinlar hammalar menga o'xshash qo'dayman. Rahmat aka, vaqt munosabati bilan programmamiz mishada oxirlashmoqchi. Bek afsus. Oxirida o'zingizdan deydigan, ekran oldidagi maslahatlaringiz deydigan yurak so'zlaringiz bo'lsa tavasingiz. Menchimi shunday yaxshi, bundan burunmi o'sha ziyoratlar bo'lgan, qatnashgan. Bu maqsadda mencha o'zim shunda erkin paranglashsin deb o'ylayman sizlar. Jiddiylashish bo'lmadi men shaxsanchi. Ilqamiz shunda turmushlik savollar, ammo tomoshabinlarimiz shunda kuch berib men bilan. Shunda yaxshi bo'ldi. Endi meniki oxirida rahmat musha bir yaxshi ziyorat qilganingizga, o'rlashib turganingizga rahmat. Endi mening tomoshabinlarga, inandikin ekran oldidagi ko'rmanlar deydiganim, men endi bo'lsa bundan keyin shu xalqning yana umidini yerda qo'ymay, endi bir musha bir usulchi qizimiz botdi, ismi Mayramu, nima davatgan bo'lsa, men davomli baldoq ilgirlab, Mayra, usulchi Mayra shuka deydigan akagicha
bo'lsa shu o'ringa chiqqicha shu tirishayotgan qadamimni hargiz bo'shatmayman. Bundan keyin mayli o'zimning usul sohasida bo'lsin va yoki aktyorlik sohasida bo'lsin, cho'qim tomoshabinlar yaxshi ko'radigan, tomoshabinlar mendan kutgan yangi usul asarlarni, yangi agar filmlarga fursat bo'lsa, yangi obrazlarni yaratish uchun tirishaman. Rahmat. Ham tomoshabinlarningmi, shu ekran oldidagi ko'rinmalarningmi, xalqning bo'lsa menga davomli qo'llashini, menga madad berishini umid qilmayman. Rahmat. Cho'qim qo'llaymiz shunday vallah. Bu kim o? Mayra Ahmad. Kim o? Rahmat. Programmamiz kapaginingizga ham bir qitim ko'p tashakkur. Rahmat sizga. Bundan keyingi san'at ishlaringiz mukammal bo'lsin. Rahmat.